Abdurauf Fitrat. Abdurauf Abdurahim o'g'li Fitrat o'zbek madaniyati tarixiga shoir va nosir, dramaturg va publitsist, tilshunos va adabiyotshunos, tarixchi va faylasuf, san'atshunos va jamoat arbobi sifatida kirdi. Abdurauf Fitrat 1886-yili Buxoroda ziyoli oilasida tug'ilgan. Dastlabki ta'limni Buxoro, Istanbul madrasalari va Dorulfununlarida oldi. U arab, fors, turk tillarini mukammal bilganligi tufayli Sharqning buyuk allomalari ijodini yaxshi o'zlashtirdi. Adibning otasi savdo ishlari bilan shug'ullangan bo'lib, u 1918-yilgacha Qashqarda turib qolgan. U asosan onasi Mustafo Bibijon tarbiyasida bo'lib, u tufayli Bedil, Navoiy, Fuzuliy, Zibunusi, Uvaysiy kabi ulkan shoirlarning g'azallaridan xabardor bo'ldi. Fitrat 1909-yili Turkiyaga o'qishga borib, 1913-yilgacha Istanbul Dorulfununida tahsil ko'rdi. Turkiyada tashkil topgan Buxoro ta'lim ma'rif uyushmasida faollik ko'rsatdi. Uning ilk to'plami 1911-yilda Sayha Chorlov nomi bilan chop etildi. Sayyohi Hindi, Munozara kabi asarlari ham shu yillarda Turkiyada nashr etildi. 1909-1910-yillarda Turkiya Dorulfununida o'qiyotganida jadid g'oyalar bilan tanishib, shu g'oyalar bilan sug'orilgan asarlar yozdi. U Turkiyadagi tahsili davrida o'ziga Fitrat, Zuhho, dono, bilimdon deb taxallus oldi. Fitrat 1917-yili fevral inqilobidan keyin Hurriyat gazetasini tashkil etdi. Unda xalqni istiqlol uchun kurashga da'vat etuvchi she'r va maqolalarini e'lon qildi. Uning Hurriyat gazetasida bosilgan Yurt qayg'usi nomli she'r va sochmalarida Turkistonning hurligi uchun kurashga bel bog'lagan lirik qahramonining "Men sen uchun tug'ildim, sen uchun yasharman, sening uchun o'larman, ey Turkning muqaddas o'chog'i" degan da'vati baralla eshitiladi. Uning Qon, Bengijon, Temur sag'anasi, O'g'izg'on, Abu Muslim, Hind ixtilofchilari, Chin sevish kabi dramalarida milliy mustaqillik uchun kurash mavzui tabiiy ifodasini topdi. 1922-yili nashr etilgan O'zbek yosh shoirlari to'plamida Cho'lpon, Elbek she'rlari bilan birga Fitratning she'riy asarlari ham ilk bor o'zbek o'quvchisiga havola etildi. U mazkur to'plamga kirgan Mirik yulduziga, Behbudiyning sag'anasini izlab, Sharq, shoir kabi she'rlarida millatparvar va vatanparvarlik pozitsiyasiga qat'iy turganini yana bir bor namoyish etadi. Bilasanmi, shoir ishining eng nozli, erka inchi quyolisidir turonmas. Ma'shuqidan ko'rmaguncha qulishli, marhamatli, keng sezguli bir ko'mak. Mana shudir uning uchun bor tilak. Shoir tabiatan sirli, teran ma'nolar, tiriklik uchun ochiq, to'g'ri, chin yo'llar. Izlar topar o'zi uchun saqlamas inlarni. Yoz gulning yaprog'idan qo'lg'on so'zlar bilan o'rab bizga topshirur. Shoir ijodi va dunyoqarashdagi ana shu hol keyin ham Suzaymay, u Abdulfayzxon, Arslon va Vosiy qo'zg'oloni, Shaytonning tangriga isyoni kabi dramalarni yaratdi. Uning Qiyomat kabi hikoyalarida diniy fanatizm, ijtimoiy taraqqiyotga to'siq bo'lgan kuch sifatida fosh etiladi. Fitrat yirik olim, adabiyotshunos sifatida ham bir qancha asarlar yaratdi. Jumladan adabiyot qoidalari, eski o'zbek adabiyoti namunalari, aruz haqida kabi ilmiy kuzatuvlari o'zbek adabiyotshunoslik fanining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, uning Umar Xayyom, Firdavsiy, Navoiy, Bedil haqidagi tadqiqotlari adabiyot tarixini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat etdi. U Ahmad Yassaviy, Sulaymon va Qo'rg'oniy kabi undan ortiq mumtoz adabiyot vakillari haqida ham maqolalar yozdi. Fitrat ayni paytda tashkilotchilik faoliyati bilan shug'ullanib, 1920-1923-yillarda Buxoro Xalq Jumhuriyatida Ma'ruf xalq noziri bo'lib xizmat qilgan. 1923-1924-yillarda esa Frunzechilar tomonidan quvg'in qilingan shoir Moskvadagi Sharq tillari institutida
ilmiy faoliyat bilan shug'ullanadi. Fitrat 1921-yilda Sharq musiqa maktabini tashkil etgan. Maktabga mumtoz musiqa bilimdonlari bilan birga Uspenskiy singari musiqashunoslarni ham taklif etgan. Shuningdek, u shashmaqom kuylarini to'plash va notaga yozib olish ishlariga ham rahbarlik qildi. Uning tashabbusi bilan Buxoro shashmaqomi Uspenskiy tomonidan ilk bor notaga olinib nashr etildi. Fitratning o'zbek tili grammatikasiga oid darsliklari 1925-1930 yillarda 5 marta chop etilgan. Tilshunoslik va adabiyotshunoslik bo'yicha olib borgan tadqiqotlari uchun Fitratga o'zbek olimlari orasida birinchilardan bo'lib professor unvoni berildi. Fitrat 1938-yili 4-oktyabrda Abdulla Qodiriy Cho'lpon singari yozuvchilar bilan birga otib tashlandi. 1991-yil 25-sentyabrda Fitrat o'zbek adabiyotini rivojlantirishdagi xizmatlari uchun Alisher Navoiy nomidagi Respublika davlat mukofoti bilan taqdirlandi.